Bir qiz sho'x, umoq, bolalik davridan keskin, yiqishliq, latofatlik yoshlik davrigacha nurg'un issiq sovuq jarayonlarni boshdan kechirgan bo'ladi. Hayot yo'li nurg'un agar to'qayliqlarga to'lgan. Har kimning bir hikoyasi bo'ladi. O'qiganlar qanmaydigan, o'qimaganlar bilmaydigan. Kichik hayotda jarayon muhim emas. Muhim bo'lgani natijadir. Agar siz bir ayol bo'lib, hayotga texnicha muhabbatingiz bilan qarab, ig'irchiliklarni yengib, uzun bir musofani besib, hil ham kulimsirab yashayotgan bo'lsangiz, demak siz kuchli ayol, boy ayol, aqlli ayol. Mayli sizning sirtqi turqingiz qanchalik oddiy, bank hisobotingiz qanchalik quruq bo'lishidan qat'iy nazar. O'zini sevgan ayolni hech bir qiyinchilik yenga olmas. Hech bir dard qo'rqita olmas.